suhbatdoshimiz tibbiyot sohasida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanib, innovatsion yechim yaratayotgan Sino-AI loyihasi asoschisi Alisher Akmaljonov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Avvalambor, Alisherbek, loyiha haqida so'rashdan oldin startaplar olamiga kirib kelish tarixingiz haqida ma'lumotlar bilan bo'lishsangiz. Jami bu sohaga 2019-yildan beri kirganman desam to'g'ri bo'ladi. Turli xil loyihalarda hali bir kelajagi noaniq, moliyalashtirilishi bo'lmagan loyihalarni boshlaganmiz. Va mana vaqt o'tib, bu O'zbekistonda katta yo'nalishga aylanib ketdi. Bundan oldingi katta bir qilgan loyihamiz 3 yil oldin bu mutolaa loyihasi edi. Mutolaa loyihasini noldan olib chiqib, katta bir ko'rsatkichlarga erishdik va shuni sezdimki, boshqa loyihaga o'tish kerak. Va menga yangi bir yo'nalish tibbiyot juda qiziq bo'lib ko'rindi. Chunki bu sohada ko'plab imkoniyatlar bor va juda ko'p shu bilan birga muammolar ham bor. Shu muammolarni yechish uchun shu yo'nalishga kirib keldik. Startap olamida siz uchun eng qiyin narsa g'oya topishmi, yaxshi jamoa tuzishmi yoki g'oyaga ishontirishmi? Yaxshi jamoa topish. Chunki g'oya hammada bor, lekin eng muhimi ular bilan o'sha loyihani yoki g'oyani kim bilan birga amalga oshirishing. Jamoa o'zi qilayotgan ishiga ishonmasa, produkt o'xshamaydi. Tushunarli. Siz uchun yaxshi startap ko'p pul ishlaydigan startapmi yoki katta muammoni hal qiladigan startapmi? Katta muammoni hal qiladigan. Chunki qanchalik muhim va katta muammoni hal qilsangiz, pul o'zi keladi. Tushunarli. Ma'lumotlarga qaraganda, Toshkent davlat transport universitetini tamomlagansiz. Nega tibbiyot yo'lidagi muammolarga e'tibor qaratdingiz? Bu juda qiziq tarix. To'g'ri, yo'nalishim transport va undan keyin turli xil boshqa yo'nalishlarda ishlaganman. Transportda o'zimni topa olmaganman. Sino-AI tibbiyot yo'nalishini tanlaganimning asli sababi bu oilamdan kelib chiqqan, oilamdagi muammolardan kelib chiqqan. Chunki ayolim homiladorlik paytida turli xil kasalliklarga duch kelganmiz va nima qilishni bilmaganmiz. Chunki har xil pristuplar yoki og'riqlar asosan kechasi yuzaga kelardi va har doim ham bizda doktorga telefon qilish yoki murojaat qilish imkoniyati bo'lmasdi va biz bilmasdik. Hozirgi ayolimdagi yoki farzandimdagi simptomlar bu qanchalik muhim, yaxshimi, yomonmi, shunaqa bo'lish kerakmi, yo'qmi biz bilmas edik. Va shu muammoni o'zimdan o'tkazganimdan keyin shuni tushunib yetdimki, O'zbekistonda, butun dunyoda bunaqa odamlar juda ko'p. Bunaqa savollar ostida yashab kelayotgan. Va shu global muammoni hal qilish uchun Sino-AIga asos soldik. Sino-AIning boshqa ilovalardan 3 ta ustun jihati. 3 ta ustun jihati bir sun'iy intellekt tavsiyalari butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti protokollari asosida beriladi. Bu bir. 2, biza ma'lumotlarni, yig'ayotgan ma'lumotlarimizni har bitta foydalanuvchi kesimida ishlatamiz va sun'iy intellektni maksimal ravishda personallashtiramiz. Va 3-chi yo'nalish barcha ma'lumotlarni qayta ishlab organizmda qandli diabet, onkologiya va insult ehtimollarini aniqlaymiz. Bugungi kunda shu Sino-AIdan bugungi kunda qancha foydalanuvchi foydalanmoqda? Hozirgi kunda nafaqat O'zbekistonda 5 ta davlat kesimida 25 mingdan ortiq foydalanuvchilarga egamiz. Zo'r. Sino-AI tarixidagi eng muhim muvaffaqiyatlardan biri. Yaqinda bo'ldi. Eng muhim bir hozirgi kunda xalqaro bir miqyosda bizlarni tan olinganimiz bu Asosho tashkiloti tomonidan 24 ta
davlat 24 ta mamlakatlar o'rtasida sog'liqni saqlash sohasida AI ni eng yaxshi implementatsiya qilgan loyiha Sino AI loyihasi deb topildi va bu butun nafaqat O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga juda katta yutuq. Shu paytgacha Markaziy Osiyodan shu yo'nalishda hali bironta bir loyiha g'olib bo'lmagan edi. Tabriklayman. Agar Sino AIni yaratish imkoni bo'lmaganda, bugun qaysi muammoni hal qilishga kirishgan bo'lardingiz? Energetik muammolar. Zo'r. Shifokorlar o'rnini AI egallaydimi? Yo'q. Agar Sino AIga sarmoya kiritish uchun o'z pulingiz bo'lsa, bugungi natijalarni ko'rib yana sarmoya kiritgan bo'lardingiz? Ha. Startap olamiga endi kirib kelayotgan yoshlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Mana yillar davomida bitta eng muhim bo'lgan maslahat g'oyangizga ishoning va hech qachon ortga qaytmang. Chunki doim sizga ishonadigan odam topiladi. Bu fond bo'ladimi yoki bir boshqa investor bo'ladimi yoki hamkor bo'ladimi, albatta topiladi. Sizni fikringizni, sizni vision deymiz, dunyoqarashingizni qo'llab-quvvatlaydigan va siz bilan birga ushbu missiyani amalga oshirish uchun yoningizda turadigan hamkor albatta topiladi. Bu o'zimdan kelgan savol. Hozir siz bilan suhbatlashib, umuman startapchi bo'lgan insonlarga startap haqida bilimlarini oshirish kerakmi yoki yo'qmi? Uni hayot o'rgatadi. Kerak. Kerak, albatta kerak. Boshqa yo'nalishda egallagan tajribasi o'z yo'liga yoki bir universitetda o'qigan, olgan bilimlari o'z yo'liga, lekin startapda inkubatsiya, akseleratsiya dasturlari bor. Boshlayotganda o'sha dasturlarda qatnashish kerak. Birlamchi ma'lumot yoki informatsiyani baribir ham bilish kerak. Chunki startapchi uni ertaga nima kutayotganini hech bilmaydi va bu klassik biznesdan juda farqlanadi. Oldindan agarda noaniqlik deymiz, doim noaniqlik holatiga tayyor bo'lib loyihani rivojlantirishdan to'xtamasa, unda muvaffaqiyatga erishadi. Tushunardim. Sizningcha O'zbekistonda dunyo miqyosidagi texnologik kompaniyalar yetishib chiqishi uchun yana qanday imkoniyat va sharoitlarni rivojlantirish muhim? Bilasizmi, bitta qiziq juda jihat, O'zbekiston dunyo bo'yicha eng tez rivojlanayotgan ekotizim deb dunyoda tan olinyapti va men shunga aminmanki, mana bir 10 dan ortiq davlatlarda bo'lgan bo'lsam, bironta davlatda startaplar uchun, yoshlar uchun bunaqa imkoniyatlar yo'q. Bu real holat va o'zi imkoniyatni o'zi ko'p-da. Va bundan to'g'ri faqat foydalanish kerak. Hozirda yanada ko'proq imkoniyat berilsa, biz zo'r rivojlanardik deyish, meni fikrimcha noto'g'ri. O'zi hamma narsa yetarli, faqat yoshlarimiz kirishib, mehnat qilib, loyihani amalga oshirish kerak bo'ldi. Umuman sizni Sino AI startapingizga kimlar sarmoya kiritgan? Boshida ma'lum bir miqdorda business angel deymiz, bu jismoniy shaxs, investor bo'lgan, u ishongan. U payt faqat g'oyam bor edi va slaydlarim bor edi. U hali даже AI da ham ishlatmasdik. Oddiy PPT da qilingan slaydlar edi. Undan keyin esa boshqa ikkinchi investor topildi, u sarmoya kiritdi va hozir mana o'tgan oyda biza shaxsiy venture fonddan O'zbekistondagi $100,000 miqdorida investitsiya oldik va buni ushbu bizni zapusк qilgan brasletlarimiz uchun ishlatishga kelishdik. Sentyabr oyida bizda yangi raund amalga oshiriladi va u yerda nafaqat milliy venture fondlar, balki xalqaro venture fondlar ham qatnashishi kutilmoqda. Bu savolingizga javobni o'zim ham bilsam ham, lekin sizdan eshitishni xohlayman. Innovator jurnal haqida qayerdan xabar topdingiz? Ijtimoiy tarmoqlardan. Meni. Tushunarli.
Innovatsion loyihalarni yoritishga ixtisoslashgan bunday jurnal qanchalik kerak deb o'ylaysiz? Kerak. Nimagaki, turli xil manbalarda odamlar nafaqat Elon Musk yoki Jeff Bezosga bir ularni role model deymiz, ularni ko'rinishida zo'r startapchi, u chet ellik startapchi bo'lish kerak emasda. O'zbekistonda ham shunaqa yoshlar juda ko'p va ular shuni tushunib yetsaki, O'zbekistondan ham global texnologik kompaniya qursa bo'ladi. Mana bizdan ham oldin qilayotganlar bor ekan degan xayol kelsa, bu juda katta yutuq va ushbu yutuqqa yetish uchun ular ma'lumotlarni qayerdandir olish kerak va Innovator jurnali shu vazifani zo'r bajaradi. Rahmat. Jurnalda siz haqingizda material tayyorlanishi jarayonida nimasi sizga yoqdi? Qanchalik mavzuga chuqur yondashilayotgani va bu o'zi loyiha nima muammodan va nimaga ushbu yo'nalishda ish boshlaganim qiziqtirgani. Bunaqa savol-javoblar bo'lmagan oldinda. Bo'lgan, asosan ular qancha pul topasiz, nima muammo yechadi deydigan savollar, lekin asli o'zi boshqa sohadan bo'lib turib, nimaga tibbiyotga kirgansiz deydigan savol bo'lmagan. Rahmat, birinchi bo'lganimizga xursandmiz. Agar innovator jamoasiga bitta taklif berish imkoniyati bo'lsa, nima taklif bo'larmidi? Yaxshi. Ko'proq sonlarda chop etish. Ko'proq sonlarda. Anaqasi nashrini hamma joyda tarqatish. Innovatorning keyingi sonlarida qanday qahramonlar yoki loyihalar haqida o'qishni istardingiz? Nafaqat O'zbekiston muammosini, balki O'zbekistonda kompaniya qurib, global bozorga IT eksportni amalga oshirayotgan loyihalar haqida. Bunaqalar juda ko'p. Bo'ldi, bu borada hamkorlik qilsak bo'ladi. Bizga shu mavzularda yordam berib tursiz. Demak, savolimiz shulardan iborat edi, qisqa lo'nda va o'quvchilarimizga shunaqa tushunarli tarzda yetkazsak xursand bo'ladi. Rahmat kelganingiz uchun.